Davom etamiz. Favqulodda ro'y bergan vaziyatlarda insonlar jonini saqlab qolish, aholi uchun xavfsiz muhit yaratish barcha kuch vositalari oldidagi birlamchi vazifadir. Ayni jarayonlarda yosh, salohiyatli va shijoatli mutaxassislarning faoliyati muhim o'rin tutadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzuridagi akademiya bitiruvchilari endigi faoliyati davomida ana shunday mas'uliyatli vazifa bilan yuzlashadi. Mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Bugun mamlakatimiz qutqaruvchilari safi yosh va istiqbolli kadrlar bilan yanada boyimoqda. Kechagina kursant bo'lgan, bugun esa ofitserlik unvonini qo'lga kiritgan yoshlar bir necha yillar davomida qutqaruvchilardek sharafli kasb sirlarini puxta o'zlashtirdi. Endi ularni Favqulodda vaziyatlar vazirligi safidagi mas'uliyatli va nufuzli xizmat faoliyati kutmoqda. Guvoh bo'layotganingizdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi bitiruvchilariga diplom topshirish marosimi. Ushbu tadbirning Yangi O'zbekiston maydonida o'tkazilishida ham o'ziga xos ramziy ma'no bor. Fursatdan foydalanib, biz yoshlarga zamonaviy bilim olishimiz va qulay shart-sharoitlar yaratib berayotgan muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Bitiruvchi sifatida yangi hayot bosqichiga qadam qo'yar ekanmiz. Xalqimiz farovonligi, tinchligini ta'minlash yo'lida sidqidildan xizmat qilishga hamda qutqaruvchi degan sharafli nomga munosib bo'lishga tantanali ravishda va'da beraman. Diplom topshirish marosimiga bitiruvchilarning ota-onalari, soha faxriylari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari taklif etildi. Tadbirda so'zga chiqqan qutqaruvchilik sohasining yetuk mutaxassislari prezidentimizning yaqinda qabul qilingan qarori akademiya faoliyatida mutlaqo yangi bosqichni boshlab berganini alohida ta'kidladilar. Mazkur hujjatga muvofiq ta'lim jarayoniga zamonaviy texnik yo'nalishlar keng joriy etilmoqda. Oliygohning moddiy texnik bazasi tubdan yangilanadi. Shuningdek, zamonaviy talablarga javob beradigan yirik akademik majmua barpo etish rejalashtirilgan. Albatta, qutqaruvchilarning bosh ta'lim maskanini takomillashtirishga qaratilgan bunda yondashuv aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen ofatlardan muhofaza qilish borasida vazirlik faoliyati samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Prezidentimizni mana shu O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimini obdan yangi darajaga ko'tarish maqsadida bir qator farmon qarorlari chiqarildi. Bu farmon qarorlariga asosan akademiya mutlaq akademiyaning moddiy texnika bazasi qaytadan yaratiladi. O'quv korpuslari zamon talablari bo'yicha jihozlar, kerakli jihoz, maket, stimulyatsiya apparatlari bilan ta'minlanadi va biz bugungi kunda agar ikkita mutaxassislik bo'yicha hozir biz bularga mutaxassislik bo'yicha ma'lumot bersak, mana bu qarorlardan keyin biz 6 ta yo'nalish mutaxassislik tayyorlaymiz. Tadbir davomida yosh ofitserlar bilan bir qatorda magistratura bitiruvchilariga ham diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Yangi O'zbekiston maydonida tashkil etilgan bayramona konsert dasturi ushbu quvonchli kunga yakun yasadi.